Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonning eng mashhur futbolchisi Abduqodir Husanov haqida hozirgina shoshilinch xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2026-yilda bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etadigan eng yaxshi 100 futbolchilar ro'yxati e'lon qilindi. Husanov jahon chempionatida ishtirok etadigan yulduzlar qatoridan joy oldi. Ro'yxatdan O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov ham o'rin olgan. U reytingda 86-o'rinni egallagan. Top 10talik: Kylian Mbappe Fransiya, Erling Haaland Norvegiya, Lamine Yamal Ispaniya, Harry Kane Angliya, Pedri Ispaniya, Jude Bellingham Angliya, Vinicius Junior Braziliya, Lionel Messi Argentina, Kevin De Bruyne Belgiya, Gianluigi Donnarumma Italiya. Mundialning mashhur nomlaridan biri Cristiano Ronaldo ushbu reytingda 25-o'rindan joy olgan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.